Assalomu alaykum Chorva dunyosi obunachilari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari. Bugun chisla 25-may. Kecha chiqargan 24-maydagi buzoqlarimiz tugadi, xudo xolisa o'tadi. 25-may kuni sizlarga 5 ta urg'ochi 3 ta erkak buzoqlarimizni olib keldik mana. Sizlar like bosishdan charchamanglar, obuna bo'lishdan charchamanglar o'rtoqlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ng'iroq tugmachalarini bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Biz sizlarga xudo xolisa shunaqa zo'r buzoqlarni chiqarishdan charchamaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana videoni boshladik. Xo'p o'rtoqlar. Bushenskiy urg'ochi o'rtoqlar. Narx-navolar bilan bir to'g'ri tanishtirib ketamiz. Chorva dunyosi obunachilari uchun. Bushenskiy urg'ochi 9,5 million so'm dastavkasi bilan. Gibrid urg'ochi. Sigir qolaman degan ko'kalarimizga. Shved bilan semental gibrid o'rtoqlar bu. Buni narxi 11 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan. Mana semental. Toza 100 ga 100 semental o'rtoqlar. Urg'ochi. Semental sigir qolaman degan ko'kalarimizga. 11 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan. Bugun tug'ilgan erkatoyimiz rossiyskiy buqacha 10 million so'm dastavkasi bilan o'rtoqlar. Hop, shvetimiz 100 ga 100 toza shvet. Onalarining ham videosi bor o'rtoqlar. Hammasini hech qanaqa muammosi yo'q. 11 million so'm buqacha dastavkasi o'zimizdan. Kecha chiqargan angusimizni boshqa sheriga keldi mana o'rtoqlar. Buni narxi 11 million so'm. Kecha chiqarganimiz talash bo'lib ketdi. Orqalarni ko'ylik korobka bir xil o'rtoqlar. Mana yondi gibridimiz buqacha. Bu ham 4 kunlik. Buni ham narxi 11 million so'm dastavkasi o'zimizdan O'zbekiston bo'ylab. Like'larni ayamaylar o'rtoqlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolisa Telegram kanalimiz, ekrandagi nomerlarimiz 24 soat aloqada. Telegram kanalimiz, YouTube kanalimiz, Instagram hammasi bor. Chorva dunyosi rivoji uchun hissiylarni qo'shganlar uchun oldindan rahmat o'rtoqlar. Biz sizlarga shunaqa videolar chiqarishdan charchamaylik, sizlar like bosishdan charchamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.